Makkaga imom bo'lgur, qachon sen ham umraga borasan, qachon bir hajga olib borasan bizni deyotgan ota-onalarimizga juda ham bir yaxshi yangilik bilan chiqyapman inshaalloh. Sizga ham, bizga ham misol yaxshiligi, foydasi tegib qoladigan bo'lsa, men Fajr Travel xursand bo'lamiz. Biz hozir Fajr Travelga keldik. Misol nima yangilik bo'ladi Fajr Travelda, qachon reyslar bo'ladi? Hozir hammasini bilib o'tamiz. Ichkariga kirganimizda bizni hojiboshchilarimizdan biri Oyatulloh hojiboshimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uka, salomatlik. kelinglar. Yaxshimisiz? Bizni obunachilar jo'natdi aka. Siz o'tirib oling. Meni savollarim bor sizga. Xijolatchilik uka. Yo'q aka, Oyatullohning reyslari qachonga ekan? Shu haqida ma'lumot aytib bersangiz endi aka. Bismillahirrohmanirrohim. Inshaalloh avvalo kelganinglarga boshimiz ko'kka yetdi inshaalloh. Meni ketayotganimga, ya'ni 15 kundan keyin 23-oktyabrga O'zbek Fajr firmasini reyslari only mana shu oyga ham biridan boshlab oxirigacha 31gacha bor. Xos meni gruppam 23-oktyabr, ya'ni 15 kundan ketyapti. O'zgarchaliklari hech qanaqa o'zgarchaligi yo'q, lekin bizni o'zgarchaligimiz emas, biz samimiy milligimiz, odamlarga xizmatligimiz, xizmat qilishligimiz bilan inshaalloh xursand bo'lib turibmiz. Odamlar shu kungacha xursand bo'lib kelishyapti. Makkada bo'lgan, Saudiyada bo'lgan voqealardan bir ozgina qisqacha gapirib bering aka. O'tmishdanmi yo o'zingizda bo'lgan realniy voqeadan aka. U yerdagi gaplarni hozir aytsam, bu kadrlarimiz yetmay qoladi. To'g'ri. Undan ko'ra 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta biz bilan borib ko'rib kelgan eng yaxshisi deb o'ylayman inshaalloh. Inshaalloh hammalarni Fajr Travel orqali borsanglar inshaalloh bu hojiboshi akamiz, Oyatulloh akamiz realniy voqeaga tushadi-da. Hozir menda aytadigan bo'lsangiz tushmaydi. U yerga borib, misol, ya'ni ko'z bilan ko'rib, bu yerda payg'ambarimiz manaqa bo'lgan, bu yerda manaqa sahobalar yurgan deb aytadigan bo'lsa, realniy voqeada ko'radigan bo'lsanglar, unda uni ham ajri boshqacha bo'ladi, ham realniy voqeada juda ham bir odam boshqacha hissiyotda bo'ladi-da. Inshaalloh hammamizga borishni nasib qilsin. Aka reyslarimiz qachonga dedingiz? Ya'ni 23-ga oktyabrga xudo xolasa 15 kundan keyin. Umraga yo hajga boraman deb o'ylanib yurgan akalar borish kerak, prosta uyga o'ylanib yurish kerak yo'q-da. Prosta borish kerak, harakat qilish kerak aka. Albatta, yana bir narsani qo'shimcha qilib o'tib ketay. Hurmatli ko'rmazni ko'rib turganlarga, xosatan sizga, bizga shu narsani nasib qilsin. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta borib ko'rishlik kerak. Nimaga desangiz, agar Makka Mukarramaga boradigan bo'lsak, Alloh taoloning mehmoni bo'lamiz. Madina Munavvaraga boradigan bo'lsak, Nabiy alayhisolatu vassalomning mehmonlari bo'lamiz. Shu narsalarni hozir bizni qo'limizda bo'lib turib bormasak, adashgan odamlarni xatoga tushib qolayotgan bo'lamiz. Shuning uchun Alloh hammamizni isloh qilsin. Oila a'zolaringlar bilan, yaqinlaringlar bilan hammalarni inshaalloh Fajr Travelda qolamiz inshaalloh. Mana shu videoda umraga boraman, hajga boraman deb niyat qilib yurgan do'st, og'ayni, yor birodarlarga jo'natib qo'yinglar. Tanlov har doim sizda, biz Fajr Travelda tanladik.